Janob Mirka, sizga katta rahmat. Shunchaki menga $58 va qadrli pichog'ingizni berib yubordingiz. Ha, arzimaydi. Bo'pti, janob, men ketdim unda. To'xta, ha? Uyga bezatmaysanmi? Bebel degandek. Axir yo'q-ku hech nimam. Skladdan ol. Ani tegimi? Ha, unga pulim yetmaydi. Shunchaki $4 ber va olishing mumkin. Xohlaganimni. Ha, deyapman-ku. Shunchaki $4 ber. Xo'p, mayli, hozir mana ajratib olamiz bo'lib. O'sh, mana endi mana $4. Va mana sizga janob Mir, hozir tashlayman. Mana olishingiz mumkin. Mana u ajoyib edi, bebiliga qilur. Hop. Hammaga salom sizlar bilan men o'sha Vizer va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz mana yuribmiz yana 13-qishloqda sarguzashtlarimizni qilib. Do'stlar, iltimos aktivim tushib ketdi. O'shaning uchun ham kanalimga obuna bo'linglar. Videomizga like bosinglar. Xo'sh, mayli, endi ishlarimizni qilamiz. Uyimizni bezatishimiz kerak hozir biz birinchi o'rinda. Yo'q, bolalar, buni qaranglar. Bular bilan o'yin bundan bitta olamiz. Yo'q, sal chalash-chulpash bo'lib ketdi yoki chalkash-chulkashmi? Bilsanglar kommentariyada yozib yuboringlar bolalar. Mana buni ham yana bu bizga kerak emas, chunki uyda sandiq bor. Tak bitta olamiz bundan. Bizga yangi yil uchun ham narsalar bor ekan. Ularni ham olamiz. Va mana bitta dona kravat olamiz, stol va xuddi bizga qilib qo'ygandek 4 ta mamlaqa narsa bor ekan, oynamizga yopishimiz uchun. Va mana buni ham olamiz. Va bo'ldi do'stlar. Ketishimiz mumkin, endi hozir bezatamiz. Bolalar, lekin yomon qor yog'yapti. Qish bo'lgandan keyin, bo'ldi, qish bo'lgandan keyin yog'adi deyishim mumkin. O'y, kamazmi? Yo'qmi do'stlar? Mayli, bunga tegmaymiz. Bizning maqsadimiz hozir uyimizni bezash. Va kiramiz, uyim issiqqina turibdi ekan, lekin nimagaligini bilmayman issiqligini. Eshiklaridan o'tadi-da, lekin qandaydir issiq turibdi uyim. Ko'chadan ko'ra issiq, bu yaxshi. Tak, endi mana narsani olib tashlaymiz. Va birinchi o'rinda kravatni qo'yamiz. Bu yoqqa stol qo'yamiz, bu yoqqa stul qo'yamiz. Baqda mamlaqa pardalar bilan, jaluzi sifat pardalar bilan o'rab chiqamiz. Ajoyib. Bolalar, hoziroq sizlar tekin obuna tugmasi bilan tekin like tugmasini bosib qo'yinglar. Xo'sh, endi bog'larni bezatib chiqamiz. Qish bo'lgani uchun hali yangi yil emas bolalar, hozir nimasi bor? 13-dekabr. Va lekin hozirdan уже yangi yilga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Uncha sovib ketdi, jin ursan, yomon sovib ketdim. Tak, ichkari kirish kerak. Yo'q. Va bo'ldi do'stlar, buni qaytarib qo'yamiz. Bizga ortib qoldi va ketdik. Endi uyimizga hozir fonar qo'yishimiz kerak, chunki uyimiz qorong'i bo'lib ketgan. O'shaning uchun ham hozir chiroq qo'yib chiqamiz, fonar. Bolalar, uyimizga ham keldik, endi ichkari kiramiz. Va mana uyga keldik. O'zimda mamlaqa chirog'im bor edi, kecha sotib olgandim janob Mirdan. Sotib olmagandim, to'g'rirog'i menga podarka qilyapti. Shuncha narsalarni bilmayman, nega podarka qilyapti. Bilmasam, endi 13-qishloqda mendan oldin ham youtuberlar bo'lgan, lekin hozir ham Kompot bor, Kriv bor. Va yana bir nechta youtuberlar hozir bu yerda olishadi. Masalan, Samiko bor va kimlar bo'ladi? Faker bor. Va do'stlar, hammalari shuncha ko'p youtuberlar qilishyapti, video olishadi shitda. Mana bilan qatoriga kirdim. Okey, buni ulaymiz bolalar. Bo'ldi, mana do'stlar, uladik biz. Biz zo'rmiz. Biz boymiz. Bolalar, sizlar videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bolalar, oson, shunchaki YouTube'da ko'tarilish. Mayli, bo'pti, xayr hammaga bolalar. Men uxlayman, narsalarimni joylashtiray. Bo'pti. Hammaga xayr, like bosing va kanalga obuna bo'ling.